Assalomu alaykum aziz obunachilar. Nusrat kanalidan shati kuzatib boruvchi aziz qadrdon do'stlar, ana ko'rib turganlaringizdek, bugun yana bir yangi obyektimizni boshlab oldik. Erta bahordan ishlarni boshladik. Bu manzilimiz Andijon viloyati shu marhamatidan bo'lyapti. Bu joyga shu beton quyish xizmatlariga kelganmiz. Bu yerda ikkita chek bor ekan, shuning uchun ular bo'lsa ham yotib ishlagani kelib, xolasa bizni safarda chetda kuzatar ekanmiz. Shu ishlarimiz yoqqan ekan, chaqirtirib mana kelib, xudo xolasa bu yerda ham chiroyli qilib ishlarini bitirib beramiz. Aziz qadrdonlar, bu joyda ikki xona uy, oldi ayvon, bitta darvozxona tushadi ekan. Keyin ikki etaj bo'ladi, ikkinchi etajdan tepada 3 xona, oldi ayvon, oldilariga shu gulli ustullar tushadi. Xudo xolasa harakat qilamiz. Mana shu yerda ham noldan bitirib berguncha xudo xolasa qilib beramiz. Mana ko'rayotganinglardek, bu yerda toshlar bor ekan, mayda-chuyda ishlar hozir yerlarni urgan qilib tekizlab, bu yerlarda mana past baland devor shunaqa. Endi bu yerda padosh qo'yamiz. Ko'cha baland ekan, shuning uchun 40 sm padosh qo'yamiz. Padojda ham urug'ini tekizlab olsak, bir xilda 40 qo'yilgan ekan, ustiga adashmasam 1 metr atrofida beton qo'yamiz. Sababi mana ko'chani ko'ryapsizlar, ancha baland. 40 fundament bo'lsa, keyin tepaga yana 1 metr bo'lsa, uje 80 sm yerdan ko'tarilsa, shu bizning maqsad shu tashqi tomondan ko'chadagi asfaltdan 60 yo 70 ko'tarib qo'yamiz. Imkoni bo'lsa 70 ko'targan yaxshi. Sababi asfaltdan 10 sm ko'tarilib turib, klon bu yoqqa bo'lib turadi. 60 toza beton qolsa, uyga chiqqani netgani ham uncha qiyinchilik bo'lmaydi. Keyin ichlarni to'ldirib, zasibga qo'yilgandan keyin 60 beton qoladi. Mana ustakilar o'sha tayinni chiqarishga tayyorlanyapti. Kuzatib tursanglar, xudo xolasa bu joyda ham bitishini, narx-navolarni xudo xolasa yoritib borishga harakat qilamiz. Xizmatlar bo'lsa murojaat qilasizlar. Andijon viloyati O'zbekistonga yaqin joylarga borib xizmat beramiz. Imkoni boricha Andijon, Namangan atroflarida xizmat ko'rsatamiz. Apolovga hamma instrumentlarimiz bilan kelib, xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Agar kimlardir shu usta baqqani yo'naqaga sharoit bo'lmaydi, misol mablag'i bo'lib, ustaga qaragani vaqt bo'lmaydi. Agar shunaqa odamlar bo'lsa, kvadratiga ham qo'yib bitirib beryapmiz. Uyni noldan boshlab korobka holatgacha. Bu kvadrat qanaqa bo'ladi? $130 boshlanadi, $160 materiali hamma yo'g'ini o'zimiz olib boramiz. Agar planinglar bo'lsa, planinglarga qarab qilib beramiz. Yo'q, planinglar bo'lmasa, chizib ko'rsatamiz. Agar chizib ham xolasa ko'rsatib, yoqsa shu plan asosida sizlarga qilib beramiz. Imkoni boricha telefon qilaverasizlar. Agar kvadratli bo'lsa, shu korobka holati beton quyiladi, dastka qilib, piyashga uriladi va tomi yopiladi. Shu holatigacha, korobka holatigacha $130 boshlanadi. Pishig'ishda boshlanadi, qilinadi. Faqat loyga uriladi. Agar bundan qimmatlashadigan bo'lsa, rastor uriladi va shoppi bilan uriladi. Armaturalar masalan keyinchalik ikki tash qilib ketmoqchi bo'lganlar uchun armaturalar baquvvatroq qo'yiladi. Shunda narxlari o'zgarishi mumkin. Shuning uchun misol $130 boshlanadi. Oddiy abishning uylar bo'ladi. Albatta armaturasi, betoni bo'ladi, tomlari yopiladi. Ikki etaj bo'lsa ham narxi o'zgarmaydi. Shu misol uchun pastki birinchi etaji misol 100 kvadrat chiqsa, ikkinchi etaj 100 kvadrat chiqsa, 200 kvadratga hisoblanaveradi. Asha narxlar qilib bitkazib beramiz. Xizmatlar bo'lsa, qanaqadir qurishga oid savollar bo'lsa, muammolar bo'lsa ham bemalol telefon qilaverasizlar. Qo'ldan kelgancha maslahatlar yoki xizmatlar bo'lsa, xizmatlarni ham qilib bitirib beramiz. Hammaga rahmat. Like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar.